детский naborchik. Hozir bitta ochib shunda ko'ramiz qani ichida nimalar chiqadi. Voy, qachondan beri ochgim kelyotdi mana shu uchun. Vau, mana qaranglar. Mana ryukzak emas ekan, men buni ryukzak deb o'ylagandim. Shunda bo'yniga ilib olib, такой modniy turadigan zo'r sumочка ekan. Ichlari mana bunaqa. Человек-паук bolalar yaxshi ko'rsa, mana zo'r narsa. Men hidiga juda ham yomon qiziqqandim. Hozir hidi chiqmayapti. Wow. Zo'r ekan qizlar. Made in Ispaniya. 150 grammli sprey ekan. Natural deb qo'yibdi. Bu ham vegan qizlar. Umuman bezi yo'q, bemalol farzandingizga sepib qo'ysanglar bo'ladi. Ham kaplaga sepib jo'nasanglar, такой приятный hid kelib turadi. Babi hamma bolasiga adasini atirini sepib qo'yadi, to'g'rimi? Babi shirin hid kelib turishini xohlaydi. O'tkir emas, me'daga tegadigan emas, hidi вообще zo'r ekan. Mana bunisi ochilmas ekan, bunisi qaranglar. Mana bunaqa krossovkani ipiga orasiga tiqib qo'yasizlar, shunaqa modniy turadi. Zato hech kimda yo'q. Qizlar, вот kimga kerak bo'lsa yozinglar, bir donagina qolgan. Naborchik juda ham zo'r, hidlari ham zo'r ekan. И такой modniy sumka, oddiy ryukzak emasda. Mana bu zo'r ekanligi qo'yasizlar. Вообще chiroyli narsa.